2026-yil 22-iyun sanasida Platinum shoptoli haqida gaplashamiz o'rtoqlar. Platinum shoptolisi iyun oyini oxirida pishadigan anjir shoptolilar turkumiga kiradi. Uchi yorilmaydigan, bliski o'ta ham yuqori, eksportga eng yuqori narxlarda sotiladigan anjir shoptoli turkumiga kiradi. Bu yerda Platinum shoptolimiz o'rtoqlar 5 ga 3 sxemasida ekilgan gilos bog'ni orasiga ekilgan. Kamerachi bola uzoqroqdan ham ko'rsatib qo'yasiz. Buni qaranglar. 3 oralig'iga ekilgan shoptolni buni qaranglar. Kamerachi bu mevani ham ko'rsatib qo'ying. Shu joyni tezlashtirgan bo'laveradi. Buni qaranglar o'rtoqlar. Ekilganiga 2 yil bo'lgan shoptolni o'rtoqlar hosilini qaranglar. Bittadan like arsa o'rtoqlar, bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Platinum shoptolni o'rtoqlar ko'chatlaridan ko'paytiryapmiz o'rtoqlar, ko'chatlaridan ko'paytiryapmiz. Bu yerga nimaga 5 ga 3 sxemada gilos bog'ni orasiga ekilgani sababi bu gilosimiz kechroq meva kiradi o'rtoqlar. 6 yil, 7 yilda meva kiradi. Anjir shoptolimiz bo'lsa o'rtoqlar 2 yilda o'zini o'zi bemalol daromadga olib chiqadigan shoptollar turkumiga kiradi. Shuning uchun o'rtoqlar buni qaranglar, ekilganiga 1 yil bo'lgan shoptoli o'zida 2 kilo, 3 kilodan hosili bor. Bemalol 2 kilo, 3 kilodan buni qaranglar hosili bor. Kamerachi bola bunisini ham ko'rsating. 1 dona, 2 dona deganlarga men o'zi 3-qatorga o'tyapman o'rtoqlar, buni qaranglar. Anjir shoptollarimizni hozirgi narxda ichki bozordagi narxi o'rtacha 15 mingdan 45 minggacha bo'lyapti o'rtoqlar. 15 mingdan 45 minggacha. Men misol 50 ming, 100 ming deb hech qanday bir havoyi gap gapirganim yo'q. Buni qaranglar o'rtoqlar. Oh, salang xuddi shuna bo'ladi endi. Shunchalik bo'ladi o'rtoqlar. Go'zallikka, bu vidga o'rtoqlar bittadan like bosib qo'ymasalar ham bo'lmaydi o'rtoqlar. Yana aytib o'tib ketamiz. 5 ga 3 sxemasida ekilgan, gilos bog'i orasiga ekilgan Platinum shoptolisi bo'ladi. Kimga ko'chatlaridan kerak bo'lsa, telefon nomerlarimiz 99 535 73 20. Aloqaga chiqinglar, ko'chatlari oz miqdorda ko'paytirilgan. Kartalardan olib ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Tezda aloqaga chiqinglar o'rtoqlar. Yetkazib berish sxemasi, xuddi shunaqa holatda ekib berish sxemasi ham bor, xizmatlari ham bor o'rtoqlar. Aloqaga chiqinglar, videolar manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Bunaqa video olish ham to'g'risi qiyin bo'lar ekan. Like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.